Bismillah do'stlar, Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar Kombinat qush bozoridabiz. Inshaalloh YouTube uchun biroz uzunroq video qilaman. Alloh xohlab qilgancha o'zlaringiz ko'rasizlar. Narxlar bilan sekin tanishtiraman-da. Qaysini savdo qilyapsiz aka? Modani. Miramirda. Necha pul qildingiz? Endi so'rasa 150 mingga. 150 mingmi aka? Miramir moda 150 ming so'm aka. Mana ularchi Miramir bilan radujni chachishganlar. 250 dan donasi. 250 ming so'mdan. Bu nimalarchi nemislar? Jupa 600 ming so'mdan, ha? 600 ming so'mdan ekan jupa mana. Malado'ylar necha pul bo'lib qoldi aka? O'sha turibdi aka. Bugun chisla necha? Chislamiz endi 12-mart. 12-mart chislani ham aytib keting deyishyapti. Ko'tarilyaptimi malado'ylar? Kuniga o'shanday turibdi aka hozir. O'shanday 120 ming. 120 ming bas, 110 ming. Holatiga qarab o'zgaraveradi. Akamiz malado'y oladilar. 110 ming so'mdan vannistiladi malado'ya. Radujnilarni malado'yini 140 mingdan aka. Xudo xolasa ko'rib qoladi. 140 mingdan. Karellolar malado'yi necha? Karellolar endi 100 mingdan 140 minggacha donasi. Donasi 100 mingdan 140 ming. Mana o'sha mashhur amadinkalarimiz 75 ming so'm. Jupa malado'ya. Tumshug'i qizarib qolgani. Tayyorga yaqinlashib qolgan. Malado'y 75 ming so'mdan jupa. Meradushka nechi? Meradushka 70 ming so'm. 70 ming so'm. Sarig'i ko'ka 70 ming so'm. Kattasi 100 ming so'm. Maska deganichi? Maska degani malado'y 90 ming, kattasi 110 ming. Telefon nomeringiz necha aka? 77 lik. 77 lik. 172 172 33 35 mana. 33 akamizga telefon qilaverasizlar inshaalloh. Bu payshanba bozor bugun Farg'ona viloyat Marg'ilon shaharida bo'lyapti, kombinatda. Qarang. Qirg'izistondan do'stlarimiz kelgan, Qirg'izistondan odamlar kelyapti. Namangandan kelishgan, Toshkentdan kelishgan. Andijondan kelishgan. Dunyo bozori bo'lyapti Marg'ilon, dunyo bozori. Odam nihoyatda ko'p mana. Odam nihoyatda ko'p mana. Bu tomonda baliq bozorimiz ham bor. Baliq bozorida odam mana sirayroq ko'ryapsizlar. Va alaykum assalom. Qo'shtoqani taniganlar bor. Mana qush sizdan emasmi? Hozir o'taman. Mana shu necha pul ekan mana shu spingel deganlari? Necha pulga oldingiz? 300 mingdan beramiz. Moda ekan-ku bular. Moda. Nari qaysi buni? Nari yo'q. Buni rangi tayyor. 300 mingdan modani o'zini aytyapsizmi? Donasini. Donasi 300 mingdan ekan. Bu ukamizni taniganlar bor. Instagramda blog yurg'izarlar. Zo'layf oyatulloh. Life oyatulloh mana. Qushlar mana 300 ming so'mdan ekan. Mana undaqangi qoralari ham bor ekan. Zobilachilarga kelishtirib beramiz. Kim zaril bo'lsa, telefon nomeringiz necha edi sizga? 55 155 555 62 44 telefon qilaverasizlar inshaalloh. Bu tog'amizda faqat malado'ylar ko'proq bo'ladi. Malado'ylaringiz necha pul bo'lib qoldi, tog'a? 250 ming jupa. Radujni bilan Miramirdan chiqqan malado'ylar ekan 250 ming so'm. Karellolar-chi, karellolar. 450 ming. Jupa 450 ming ekan. Vannistillar-chi aka? Va alaykum assalom. Jupani 250 ming so'mdan ekan mana. 250 ming so'mdan ekan. Serop ekan akamizdir. Xush, telefon nomeringiz necha edi aka? 99 lik 137 437 1845 akamizda qushlar serob 250 ming so'mdan vannistillar. Arzonroq qilib bering, haqiqatda qimmat. Qimmat 250 dan. Hozir mana
Nech pul amading kala? Nech puldan oldingiz? Jupi 90'dan geçti. Jupi 90danga tushdi. Hovli qayerda sizning? Kirgilaydi. Ashitdan o'zimizdan ekan, o'zimizni qishloqdan, Kirgilikdan. 90 ming so'mdan tushibdi jupi. Bu maladoylarchi? Maladoylar 70 mingdan. 70 mingdan? Ha. Maladoylar 70 mingdan jupi. Mana spingel deganlari. Bu Hojdog'ani taniganlar bor. Lekin sizga bir ikkita negativ ham bildirishyapti. Nech pul ekan bu? 550 ga bermabdilar. Lekin bu ukamiz o'sha mashhur Angorka nemis sotadigan ukamiz. Yeriga mana qushdi. Nech pul bu? 100 dolar. 100 dollar, o'sha 100 dollar. Buchi bu? Buni 150 mingga beramiz. 150 mingga? 100 mingga berasizmi menga? Ha? 130 mingga bermadik. Ha, menga 100 ming so'm. 150 mingga. Svet chiroyli ekan lekin. 550 ga bermabdilar Hojdog'amiz. Jicha qo'shsa berib oladilar mana. Hechmi o'zingiz? Telefon nomeringizni qoldiring, siz uyda savdo qiling. Yoshingiz ham katta bo'lib qoldi, bog'larga qush ko'tarib chiqavermang. Uydan kelib olib ketsin sizdan. Telefon nomeringizni ayting. 94 819 67 67. Hojdog'ani urintirmayliklar. Uyda o'zida savdo qilsinlar va asarti qilib qo'ying, uyda o'zida sotib oling. Lekin tekis qushlar ekan. Qani hozir bittasi yonimdan o'tib ketdi. Yana emas. Gadoni dushmani gado bo'ladi degandek, qush purish dushmani qush purish bo'lmasin do'stlar. Do'st bo'laylik. Aka qaydan keldingiz siz? Quvadan kelibdilar mana akamiz. Inshaalloh qushlar asarti mana. Mana spingel deganlari bor ekan mana. Nech pul aka? 450 jupimi? Modalari yoshmi? Yosh. Mana 2 oy tayyor aka, manolari 5-6 oy aka. Mana o'sha Radujnidan chiqqanlar. Radujnidan chiqqanlar 350 ming deyapti. 350 mi? 250 ming ha. 250. Yosh ha, Maladoylar. Valnistiylarchi mana. Valnistiylar jupini 250 ming deyapti. Mana ular ham valnistiymi? Ha, Valnistiy. Mashi svet? Ha? Bu ham 250. Ha, 250 ming. Mashi chiroyli ekan. Lekin mana spingel bor ekan. Bu spingel nechta? 350 ming deyapmiz aka. Jupi nima? Aha. Jup qaysi mo'mi? Ha, shu bir xil sayyorlar jup aka. Ha, jup ekan. Keyin bu radujnilarchi? 400 ming deyapmiz radujni. 400 ming. Jicha balchiqdanroq ekan. Ha, Xiraroq ekan. Telefon nomeringiz nechi aka? 91lik. 91lik. 667 667 0667 56 0667. Quvada kimga qush zaril bo'lsa telefon qilaverasizlar. Menga telefon qilib qush qazib oling demanglarda, mana shu akadan ham olaveringlar. Chunki yo'l kirasi bilan arzon tushadi-da, mendan qimmat bo'lib ketadi bir juft. Bu Texasmi bu nima? Texas babichkami bu? Lesvindan chiqqan. Maladoy ekan, sekin-sekin ochiladi, katta bo'lgan sari. Aka, sizda qaysi qush bor mana akam? Tuxumini bosmayapti-yu. Tuxumini chayib qo'yibman kelyapti. Bunisi Alloh sotib oldi mana. Nech pul mana shu? 600 ming deyapti. 600 ming? Menda ham kecha 2 jup kelib qoldi maska. Qora bilan unundaqasi betdan. 600 mingdan sotsam bo'laveradimi? 600 ming deyapmiz endi biz. Siz nech pul qilib berasiz? Yo'lda qilib berasiz. 500 mingdan qilib berar ekanlar mana. Tuxumlari aqa-baqa bo'lib ketibdi. Bor, keyin yana yotib olsa kerak-a? Yo'q, bilmadim, aniq. Yo'lda uzoq. Telefon nomeringiz necha? 94 552 11 15. 11 15 akamizning nomerlari. Kimga zarur bo'lsa telefon qilaverasiz. YouTube'da qushlar zo'r obzor. Batda nima urush bo'lyapti? Nima bo'lyapti bu yerda? 50 ming beramiz, qo'yib yubor deyapmiz. Bu nima qush bu? Qora. Tabiatda yuradi qushda bu. Qo'yda xondas. Qo'yvor
Qo'y bor baba. Kimniki? Kimniki bo'lsa ham pulini Qani o'sha to'g'ri? Qani o'sha to'g'ri? Ye bu ekologiya shtraf qiladi bu sani. Ye oma qamalib ketasan, hushyor bo'l. Musuchalar nech pul musuchalar? 350 ming. Musuchalar 350 ming. Ana mariyada tushganchi, mariyada tushgan. 250 ming sariqlar. Sariqlar 250 ming. O spingelchi? Spingillar 400 ming. 400 ming spingillar. Mana o'chi nomi nima edi? Pepchilar bular. Atlas Pepchilar 800 ming. Telefon nomeringiz necha? Marg'ilondan bu ukamiz. 94lik 543 22 25. 22-25. Ana shu bola double bileklarni ahmoq odam bor. Mayaqqa keling, Mana keling. Bolaga sizga nima? Nima gap o'zingizda? Double Bolalarım ko'p. Unaqa boqaydi hozir. Jolachilar qo'ymaydi. bu bolani tanigan bolalar bo'lsa eskidan qush boqadi. Sizda qanaqa qushlar bor aka? Pepsi, Razello. Ha bo'ldi, qushlaringiz aytaylik. Jolachilik bo'ladi. Bitta bir kun qilamiz. Qushlaringiz, qanaqa qushlaringiz bor? Qani qushlaringiz ko'rsatingchi. Bizda asosan Pepsi, Pepsi, Razella, Razella, Perixori, Perixori, noyob, nozelandskilar boqamiz. katta qushlar. Ha, Katta gibrid qushlar boqar ekanlar. Perixori, Novozelandskiy, Razella. Telefon nomeringiz necha? 77lik, 77lik 351, 351 63 63 03. Faqat Lekin maladoy sotamiz. faqat malladoy sotiladi. Tayyorlari sotiladi. Ayyollari sotilmaydi. Chunki ular biz olgan pulga olishadi. Ha, siz qimmat olasiz-da. Ha, tinig'ini olamiz, qimmat olamiz. Bolasini ham yaxshi pulga sotamiz. Bolalari ham. Mehnatimizga yarasha. Avvalo Xudoyo. Bo'ldi. Telefon nomeringizni qoldirdim. Lekin double black haqida fikringiz o'sha. O'sha. Qadrdonlar boqadi endi. Double blackni yomonlab qo'yadi. Ana, bu yerda nimalar bor ekan? Mana shu oq nemislar nech pul ekan aka? 500 kami bor, aka. 500 kami bor. Bu nemischi? Hammasi bir xil, aka, tushib beramiz. 500 kami bor. Bularchi, bular nimalar bular? Bular bu moda. Ha. Adagi nar, aka. Vanisilar. Hammasini nemiz. Bular ham nemis. Kesimi katta ekan haqiqatda. Bular ham 500 dan. Bular ham 500 dan ekan, kamaytirib berar ekanlar mana nemis ekan. Lekin bularning kesimi biroz kichikroq ekan. Mana ha. Bitta Kichkina kattaga solmagan hisobiga kichkinaroq. Qayerdan keldilar? Farg'onadan. Farg'ona shahardan. Mana nemislar kimga zaril bo'lsa, akamizni telefon nomerlarini qoldiraman inshaalloh. Telefon nomeringiz necha edi? 93lik 972 63 telefon qilaverasizlar. Nemislar bor ekan. Bundan tashqari Koreylar. Pokistonmi uni? Yo, Pokiston emasmi bu? Dubay bu. Bu ana shu qushlar ham bor ekan mana. 500 mingdan. Qaysi narlar? Bu narlar. Bu narlar, qarang, o'zimni narlarim bu. Tugamadimi, Abdullo? Tugamadimi? Oz qoldi. Mana shu narlarni qaranglar. 90 ming so'mdan berib oldim. Bu o'zimni narlarim. Telefon nomeri necha desalaring, o'sha 90lik 776 76 40 o'zimdan bemalol murojaat qilaverasizlar. Ko'p edi lekin 40 taga yaqin qush bor edi, mana shu qoldi. Yaxshi sotdik Allohning fazli bilan. Do'stlar. Yana serob. Bu babichka, o'zimni babichkalarimi bu? Men endi reklama qilaman deyotgandim, bular o'zimni olishdi. Siz uchun o'tib beraveraman dedi. 5-10 mingdan dedi. 90 ming so'mdan. Deyapti o'dingiz. Tushib beraman dedingiz menga. Ya bo'ldi, 85 dan berasiz, bo'pti. Sizga o'tib beraman deganim uchun. 3-4 ming o'tib 85 dan tanlab oldingiz aka. Baraka modani ham shu. Bo'ldimi? 85 ming so'mdan akamiz tanlab oldilar. Tanlab oling dedim. Tanlab oling.
Necha pul bo'ldi? Nechta bo'ldi? 5 ta bu. Necha pul? Ko'paytiring. Ko'paytiramiz. 400 ming, 425 ming bo'ldi. Savdo ham bo'lyapti do'stlar, syomka ham bo'lyapti. Nimadagi xato kamchiliklarga rozi bo'lasizlar inshaalloh. 15 minutcha bo'lib qoldi. Babichkalar 200 ming, o'nsi 150 ming. Sarig'i 200 ming. Yo'q, tayyor. Lekin kami yo'q. Oxiri. Donasi. O'nisi spingerdan chiqqani 200 ming so'm, narigisi 150 ming so'm. Necha pul bo'ldi? 425 ming. 425. Bering. Bering. Ikkita modani vaqo'lshab berasiz. Anuni korobkasi tugatdimi? Ali. 400 ming. Abdullo pulini oldi. Rozi bo'ling. Abdullo, u ham Abdullo, men ham Abdullo. Bu yerda nima bo'lyapti ekan akalar, bozor? Hammasi valnisti ekan, a? Hammasi valnisti ekan. Bozorda nima baliqlar mana. Amadinkalar necha pul bo'lyapti aka? Nima joyiga qo'yib indamay adamada yuribsiz. Mana Aka aka bilan charchamasdan. assalomu alaykum aka. Yaxshimi? Qardam. Tanijoningiz sog'mi? O'zingiz yaxshimisiz? Tinchmisiz? Nima gaplar? Salomatchiligingiz yaxshimi? Ha? Nima gap o'yingizda? Tinch aka. Mana akamiz bedanaga o'tib ketibdilar. Bedana kanari aka. Bedana kanalitaga o'tib ketibdilar. Ishda omonlikmi? Tinch aka? Bozorlar yaxshimi aka? Yaxshi aka. Nimani tugatib oling? Bo'laveradi aka. Chetdaman. Bo'ldi, gap yo'q, shep. Va alaykum assalom. Nima sotyapsan? Ha? Ruslar qushlar ham bor, sovet. Qani ruchnoy qushlar? Katta. Mana shu pola bolalarda ruchnoy qushlar bor ekan, inshaalloh. Ruchnoylarni ko'rsatay. Sen qurt boqarding-ku, ha? Qurt biznes. Qurt biznesi bu. Qurt tugab ketdimi qurt? Chigirtkachi, chigirtka biznesi. Ha, uni yetishtir ko'proq. Mana bu ruchnoy qush qilib chiqibdi mana. Oma uchib ketsa qara ona. Dadingdan rosa so'kish eshitdi. Aldading, ha? Aldading, ruchnoy bas bu uchalmaydi bu. Uchalmaydigan qushni ruchnoy deyapsan. Yoshlikdan boqilgan bu. Yo'q-e? Qanchaga uchadi? 1 metrga uchadi. Yo'q, buni aka juplaydi bu. Aha. Jupcha berdim. O'zbeklar buni qanotni kiyib berdi. Necha pul bu? Buni aka o'zim 700 mingga berdim. 700 ming. Ha. Qaytarib sotib oldim o'zim yana. Qaytarib sotib ol. Oldin sotib oldim-da buni. Ha. Necha pulga berasiz? 100 dollar qimmat-ku. Bo'ladiganni ayt, telefon nomerini ayting. 600 mingga beraman. 600 ming so'm. 600 mingga beraman. 600 ming. Telefon nomerini aytchi. 90 535 535 34 26 64 26. Bu qurt bilan shug'ullanadi, bu qurt boqadi. Akvariumlarda ana kepay qurti bor, shunaqalarni boqib yetishtirib sotadi. Bunga telefon qilib ana shu qurt haqida, chigirtka boqish haqida ma'lumot olsalaringdan bo'ladi. Ma'lumot beraverasizlar, ha? Malades. Undan tashqari mana kanareykalari ham bor ekan. Yo'q, bular mana pastera karaneka. Kanareyka bularchi? Bular qizil boshlar. Qizil boshlar. Karaluk. Bular nechi pul? Bular 50 mingdan. 50 ming. Mana o'chi kattalari chiroyli. Bular 300 mingdan. Kokir. Kokil. Bular 150 mingdan. Bular gibridlar. Gibridlar ekan. Telefon qilaverasizlar bemalol. Mana shu bolaga. Bo'pti bolajon. Mana babishga so'ragan do'stlarimiz uchun babishga chiqibdi. Bu nechi pul babishga? 500 mingga sotildi.
Zo'r sotilibdi. Zo'r sotilibdi, chiroyli ekan. 500 mingga sotilibdi. Bundan tashqari, bolajon sen nima olib chiqding? Ha? Necha pul papuganing? 150 ming kami bor. Malades. Nechta olib chiqding? Ikkita? Bittasini sotding. Olib qo'ying tog'a mana shu bolani qushini. Arzonroq ber tog'aga olib berlar. Mana katta qushlarimiz ham keldi mana. Bu qushlar qayerdan keldi? Toshtog'i. Qo'qondan? Qo'qonning qushi ekan. Buchi bular nech pul? Namangandan. Bu nech pul? 600 ming so'mdan parasi. Maskalarchi? 400 ming. Buchi Toshtog'i? 1 million. Bunisi 800 ming. Buchi 800 ming. Mana uchi $400. Buchi ajrelami? Mana u nima degan aka? Bu nech pul? $500. Akamiz Namangandan katta qushlar boqadilar. Telefon nomeringiz nechida aka? 97 146 43 43. Telefon qilaverasizlar. Shunaqangi qushlar zararli bo'lsa akamizga. Ana mislcha, mana kaptarmi? Qumra? Bu nech pul ekan? Bu ham Namanganlik do'stlarimizning qushlari. Bu ham o'ta apasli bola bor. Kombinat qush bozorida o'ta apasli. Shunda bitta boshqatdan bozorga kiradi-da, turgan qushni sotib yuboradi aynan tari. Bu nech pul? 150 ming. 150 ming. Telefon nomering necha? Sotaman 90lik 90lik 787 787 65 75. O'ta apasli ekan. Qushlari serob, xilma-xil qushlari bor. Telegramdan qushlarni tashlaysiz, tashlaydi, ko'rib olaverasizlar. Assalomu alaykum. Amadinkalar. Qushlar mana. O'sha qushlarni bitta video qilaman, ko'rasizlar, yangilik. Desam, o'zimizning oddiy qushlar ekan. Bular nech pul ekan? Bu Andijonlik akamizning qushlarimi? Qani bitta Andijonlik akamiz bor-ku. Bu Andijonlik akamizning qushlari. Andijondan qush olmoqchi bo'lsangiz, aka bir juft qush chiqarib olinsangiz, yo'l kirasi bilan qimmat bo'lib ketadi. O'shaning uchun mana shu Andijonlik akadan qushni olaverasizlar bemalol. Bular nemislar, Spinger mana. Anu People mana nemis. Bu ham nemis mana. Bu Hakka nemis mana. Bu Radujni mana. Bu ham Radujni. Bu anshu Resivi Amadinkami deyishadi. Bular anshu Maska, Neradushka shunga o'xshagan qushlar. Tugamadimi Abdulla? Ketdingmi? Mashinalarni sotishim kerak. Radujni turibdi. Qaysi? Ha, yoshroq ekan. Yoshroq ekan, bo'laveradi. Ha? 80 mingga bitta nardan bering. Oling mayli aka. O, Radujniyni olmang faqat, babichkani olmang. Oling 80 ming. Ushlab oling. Ana. Tog'a narini oldingizmi, nari? Ha, mana naram oling bitta. Oling, nech pulga oldingizmi undan? 85 ga. Oling 85 ga bitta nari ushlab oling, o'ziga moslab. Bu akamiz yo'q, xullas yo'q, qaqadir ketibdi. Yo'lda turyapsizlar. Ha, bu Spinger düşamaysiz, Radujni düşamaysiz, babichkalar düşamaysiz. Andijonlik akamiz. Va alaykum assalom. Aka, narxlari nech pul buni? 600 ming so'mdan bu nemislar, ha? Mana bu ham.
Radujnilarchi? Ha, buni oldingiz 550 ga. Radujnilarchi? 500 mingdan radujnilar. Ha, Amadinkachi resivi? 800 ming. Aka telefon nomeringiz nechi edi? Andijondan siz a? 94 776 97 77. Akamizga bemalol andijonliklar murojaat qilaveradi inshaalloh. Aka telefon nomerini qoldirdim. Rasprodaja bo'lib ketdi-yu, oling. Bu ukamiz ushadingizmi? Do'stlar, savdo ham bo'lyapti. Hakka yoqdimi? Ushang hakkani mana. Ushang hakkani mana. Ushang uni hakka. Tayyorga yaqin. Malado'ylar ham bor bir ishda, lekin u malado'y emas, tayyor u. Ko'ziga qarang. Bir, ikki, uch, to'rt. Mana 80 ming so'm. Xursandmisiz, tog'a? Xursand bo'lsangiz bo'ldi. Ana qushlar, do'stlar. 26 minut video bo'lyapti. Aleksandr nech pul ekan Aleksandr? 800 dollar bir donasimi ekan? Buni qanotli guli chiroyli ekanmish. Yo'q, Gulligini ko'rmagan ekanmisiz mana. Qayerda guli bor buni? Bu qizilchasimi? Ha, yo'q, unaqa. Adin bir xil bizda yo'q-da, shunaqa ekan. Radujnilarga o'xshagan. Ha, Bunaqasi boshqa taraf. Spingerga o'xshagan. Ha, shunaqa. Shunisi bor ekan, ko'p tomonida. Shunda yo'q ekan. Yo'qmi o'zimizda qushlarda yo'qmi? To'g'risida yo'q. Lekin kesimi ham kattami bu? Kesinlikle yaxshi, shu modaga. 800 dollar. Mana endi rasm chiqdi. Ha, mana. Guli bor ekan, spingerga o'xshagan. Faqat katta qushlar boqishadi, katta qushlar olib kelishadi. Payshanba bozor bu akalarimiz. Mana vitamin nech pul ekan aka? Bu vitamin 15 ming, bunisi 30 ming. Bunisi 30 ming, bu 15 ming. Namangandan kelishgan. Mana Dubaylar bor. Mana u katta qush nima bu nomi aka? Korolevskiy nech pul bu? 900 dollar. 900 dollar. Telefon nomeringiz nechi siz aka? 97lik 250 0504. Akamizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Namanganda payshanba bozor batga chiqishadi Marg'ilonga. Yakshanba bozor Namanganga chiqishmaydi. Shanba bozor Toshkentga borishadi. Mana katta qushlar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Inshaalloh. Mana qushlar inshaalloh. Akamizga murojaat qilaverasizlar. Saysan 5 mingdan narlar rasprodaja bo'lib ketdi. Tayyor narlar. Mana inshaalloh namanganlik do'stlarimiz. Aka, mana shu Stingel nemis nech pul? 600 ming. Yana nemislar qani? Aralashtirib boribsiz-a? Radujnilarchi? Yo'q, radujniy. Mana ularchi? Mana Texasga o'xshab ketar ekan-a? Mana. Manami? Ana qora. Babichkasi bor. Manami? Pastga. Ha. Texasdan chiqqanmi? Oldilari Texasga o'xshab ketar. Ha. Moda yoshroq ekan. Bular nech pul pastlaydi? Mashallah. Tepkiloqi 750 da 1 milliongacha. Mana bu narozi 600 ming. Ha, do'zo. Qarang mana. Bu 1 million. 1 million. Telefon nomeringiz necha? 99 ning 077 59 90. Mana akamizda shu qushlar bor, asartiylar, qarang. Ko'ryapsizmi? Hamma qush sotadigan odamning nomerini qoldirib qo'yyapti. Ana shu insonlardan ham olsangiz bo'laveradi inshaalloh.
Mani o'zimni olishlaring shart bor. Bu Kamoliddin tog'ani nevarasi bu. Nevarasimisan? Nevarasi. Endi sen menga tushuntirchi, bular nechi pul? Ular 20 ming. 20 ming so'm. Buchi kattarog'i. Ular 30 ming. Buchi 10 ming. 10 ming. Qo'ndoqlarchi 5 ming, 7 ming, 5 ming, 7 ming, 8 ming. 8 ming. Mana amadinkalari kichi Ular 5 ming. 5 ming. Vitaminlar ham bor ekan. Barankalar nechi pul? Ular 5 ming. Mashetini yorib qo'ydi bu. Moru 5 tasha. Malades. Ramazon oyi bepul varanka. Mana savobni katta kichigi bo'lmaydi. Imkoniyatingizga qarab savob ish qilaverasiz inshaalloh. Pulim ko'payib ketsa qilaman emas. Pulingiz yo'q bo'lsa, pulingiz yo'g'icha qilasiz. Pulingiz bor bo'lsa, pulingiz boricha. Varankani Ramazon oyi bepul qilib qo'yibdi. Malades. Telefon nomeri necha? 90 535 98 83. Bu qapaslar nechi pul? Bo'pti, uni keyin o'tamiz unga. Bu qapas sandan-a? Bularga sotilib ketdi. Lekin varankani boplabsan sen. Baraka toping. Baraka top, malades. Telefon nomerini qoldirdim, bemalol telefon qilaverasizlar. Qapas, ginezno shunga o'xshagan narsalar zarur bo'lsa. Inshaalloh yarim soat bo'ldi. Video to'xtatamiz. Videodagi xato kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Bugun chisla necha? Bugun 12-mart 2026-yil. Assalomu alaykum.